Bugün elib berilmoqchi bo'lg'ini bo'lsa, programmamizning oylik musobaqasi. Albatta, bugungi oylik musobaqamizda bo'lsa, bizning 4 nafar haftalik chempionimiz oylik chempionlikni talashish baygisiga tushdi. Xo'sh, undaq bo'lsa biz Kuychilar Navosi programmasining birinchi bosqichini boshlaymiz. Muradil, programmamizga yana keyiningizda qizg'in qarshi olamiz. Bugun yana o'xshashla eng tetik, eng jo'shqin kayfiyatingiz bilan ko'rman do'stlarning oldida tayyor bo'ldingiz. Undaqdan oylik songa kirdingiz. Oylik songa kirganlarning hammasi haftalik sondan chiqqan chempionlar. Undaqda bugun chempionlar bilan bir baygi maydoniga tushsiz, jiddiylashyapsiz. Jiddiylashish bo'lyapti, shundaqda o'zimning kayfiyatini tanishga tirishyapman. Yaxshi Muradil, naytjalliq. Bu hadimiz bu adımız bo'lsa mening yaqin adam bo'ldi va kasbga hamroyim. Bu yoq hozir Urumchi shaharlik madaniyat yurtida xizmat qildi. Ismi Roshangul Emrazi. Yaxshi natijangizni saqlaymiz. Egizigi sana amrığım yarım digeysen ey sen de kızıl gül yare her cayda bulmaz her cayda bulsa yare senince bulmaz da dey senince bulmaz ben sana amrığım yarım digeysen kuşlar ben sana amrığım ey yarim digeysen Yavrum namlı naqshini o'rinlab bo'lgandan keyingi hissiyotingizni anglab baqaylik. Mening hozirgi hissiyotim bo'lsa, jiddiylasishim bor, azroq afsuslanarli ishim bor. Masalan, nafsim oxirgi yetmay qoldi. Bundan ayt xijilman. Bundan keyingi musobaqalarda fursat bo'lsa, keyingi bosqichlarda to'liqlab ketishga tirishaman. Bo'ladi. Undaqda hamda ustozlar zodi qanday taklif fikrlarni berdi? Anglab baqaylik. Ma yaro degan naqshni yaxshi o'rladingiz nisbatan aytgan chog'da. Bu naqshni o'rlash biroz qiyinroq.
немесе дегенде бұның қойылған талап біраз жоғары бұны ақшырча. Қиылдық дәрежесі біраз жоғарырақ. Әнәнден кейін немесе боғымы ұзын чу бұның. Азыр өзіңізім дедіңіз nefes almıştırmayla geldi, nefes almıştır koydunuz. Nimişmişler boldu degan aşı kesme meşikte bunun nimişmişler boğallıqını tapalaysız. Qağın pıraq şivileri cəhətdən bəzi yerlərdə sel özgürüş var. Nisbətən etqanda avazınız yoruq, naiti cəng var, yaxşı orladınız mənaqşını. Sizə amətləyim. Rahmat, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Albatta, birinchi nomerlik mahirimizga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Undaq bo'lsa, Aram Bag'ash turing. Film ko'rganda ko'znakdan ko'ring. Koni markada yangi mazmunlar uzilmas. Albatta, biz dal mana shu munosabat bilan Aynuri gulchiligiga, Mingnaz girim buyumlari cheklik shirkatiga, shundaqla ustozlarning kiyimlarini ta'minlagan miras kiyimlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Endi bugun oylik songa musobaqa tushish oldi turyapsiz. Jiddiylashyapsiz? Jiddiylashyapman. Xo'sh, bugun sizga hamroh bo'lib kelgan bu inimiz bu yoq bo'lsa mening 5 yillik saboqdishim, kasbdishim. Bugun ishlash bormasinglar? Bor. To'liq bor, ha? O'zingizni qo'yib o'tib, eng yaxshi tarafingizni ifoda qiling. Şirin ve
台的歌声已经让我们现场很多的企业代表、媒体代表坐不住了。对，我们的导师也是听得非常的陶醉。那么我们一起来听一下导师们会给出什么样的评价。 Xush kelibsiz Nigara. Bu qitim karavan naqshini ep kelibsiz ha. Bu mo bir nadir naqsha. Men shunchalik sevib yaxshi ko'raman bu naqshini. Siz bilan tang mustaq o'zim aytib o'ltirdim. Umuman naqshini boshdan oxir xili qilibdan chiqib ketmay ovozni qaydigan unda ish yo'q. Ya'ni ko'proq mashq qilib, ko'proq aytib, mush nafas tarafdagi salla ojizlikni yengib olsak, meningcha Nigara butalayoq. Ahmet yer bo'lsin. 好的，非常感谢导师们的点评。那也请尼格尔阿姨休息一下好吗？让我们等待一会儿的结果。 Endi biz sahnimizga o'xshashla haftalik chempion bo'lgan bugungi 3-numurliq mahirimiz Abdusalomni taklif qilamiz. Qani marhamat. Aylık sanlı kelganinglarni qizg'in qutluklaymiz. Bizningki bu yangi mehmonimizni bir tanıştırtamiz. Mening bola og'inam ham to'liq sizni tatib o'qigan savodishim. Hozirgi kayfiyatingiz bilan o'rtoqlasak bo'lamdi. O'zimga bo'lgan ishonchim intayin. Tomoshabinlar va urug' tuqqanlarimizga vakolatan mishada turib sizga madad beramiz. Buldamsa, hayrat qilam. En güzel ovozingizni yangratqaysiz. Ben senin gözündeki yaş yığılsanla çıkıp gitme. Armınım şu bir ömür sendiye Vısalınga kaçan yetme. Armınım şu bir ömür sendin Vısalınga kaçan yetme. Cinim desen cinim niye bire Derya emezsiniz hakre Lavlarında navatek ire Senin söygün çün bulsa eğer Lavlarında navatek ire Senin söygün çün bulsa eğer Halkınında turguyum bular Kündüz sayrap bulbulum bular Seferlerde duldulum bular Senin sevgin için bulsa eğer Seferlerde duldulum bular Senin sevgin için bulsa eğer Ben senin gözündeki yaş Yığılsanla çıkıp gitme Yığılsanla çıkıp gitme Abdusalomga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Liriklik, muhabbatga to'yingan bir naqsh ekan. Shundaq-ku. Ustozlarning yuraksizlarini anglab boqaylik. Bo'lamdi? Qani, ustozlar. Abdusalom bu qitima ko'zimdagi yosh degan naqsha hamda bu aytgan muhabbatlik naqshga. Har qanday odam anglasa o'zini bir o'y xayolga, o'zining bir hikoyasi va odamlarni shu hikoyasiga opirdi. Naqshni ichiga kirib etdi. Bu naqshni ichiga kirib etmasa boshqa odam ta'sir qilmaydi. Mening uchun shu naqsham shu o'tagan taratqular, hada ustozlarning hammasini bir o'y xayollarga soldi deb o'ylayman. Shaxsan men shunchalik suyunib oldim. Kamkos deyilramı ba. Üçüncü kubultuda bir neçe ahang desimey kaldı.
Avazın desimey kaldı. Biraz bek ayacalanıp gidip bizden. Ayacanda avazdadırak gidip kalıyorlar var. Bir iş avazın turaklık emas biraz nefke tevrep gidip kaldı. Bu senin nakşandaki azırak bir körlüge mesele emdi. Umum müzik etken çağda ben nakşının naite yaxşı, hissiyatlık, toluk, çıraylık orladım. Rahmet ustaz, köp rahmet. Onda bolsa endi biz tövenge tushib aramag'ashtiraylik. Biz keyingi mahirimizni sektimizga taklif qilaylik, ha? Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Agar do'stlarimizning esida bo'lsa, tuvanda sektimizga chiqmoqchi bo'lgan bu mahirimiz haftalik musobaqada afsunarlik sababidan sektimizdan vaqtliq ayrilgan edi. Bo'lsa, mening bir taklifim, bir mümkün bo'lsa, shu Ömerni biz bir oylik songa akalalsak. Vay, rahmat ustozlar. Qani qolganda o'shalar qanday qaraydi? Men bu Amragul muallimning shu taklifiga qo'shilaman. Ustozlarimizning kuchli talabiga asosan bu mahirni oylik musobaqaga qatnashish iltimosini sungan edi. Shundaq-ku, bu mahirimiz oxiri bizning sahnimizga qaytadan oylik musobaqaga qatnashish uchun qadam tashrif qildi. Qanday qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi 4-chi mahirimiz Ömerni sektimizga taklif qilamiz. Marhamat. Oylik chempion olish maydoniga chiqish oldi turyapsiz. Qanaqroq kayfiyat? Sal jiddiylashyapti. Bu sakni kelgankanmiz cho'qim eng yaxshi tarafimizni joriy qildiramiz. Qandoqda? Birinchi maydonga. Marhamat. Sizga ixtiyor bo'lg'ay. Qizilgul turaydi yazgan xatlaring amrdim xatini bağdı yazganmı Tan seher bulbuldek telmürüp yaki Qizilgul Çılgan çağdı yazgan mı? Tan seher bulbuldek telmürüp yaki Qizilgul çılgan çağdı yazgan mı? Qizilgul turaydı yazgan xatlaring Qo'lingda qizilgul barmidi yoki Qo'lingda qizilgul barmidi yoki Kelmezdiyen şunda xat izip dursam mı? Gittimen bir seni öldüçe taki Qizilgul pıraydı yazgan xatlaring aylanıp kettin mi sen Qizilgulga Qizilgul pıraydı yazgan xatlaring Muhabbet dünyası için Xetansiz bu alem aylanıp
aylanar çölge Xetinsiz bu alem aylanar çölge Ondaq bolsa, Ömercanның bugungi birinchi bosqichdagi bu naqsi muallimlarni rozi qila oldimi yo'q? Qiynoqda ularning taklif fikrlarini anglab boqaylik. Qani. Bu Qizilgul degan naqsha anglamoqqa shunda chiroyli oddiy bo'lgan bilan amaliyotda buni aytgan vaqtida buni dardini aytuvchi o'zi biladi. Bu aytmoq yomon qiyin naqsha. Nisbatan sen bugun yaxshi o'rilding bu naqshni. Rahmat. Lekin azroq ruhsiz, hissiyatsiz. Qizilgul Fraydo dememiz. Qizilgul hissiyat kir. Fraydo yazgan xatlaring bütün vücudun hissiyating bilan qizni madilasa seni yazgan xating gulpuratida gulning ichida yazdingmi deb. Hissiyat yani kamchilik va bu naqshiga tadqiqotingni yana ibba ko'p angla, ko'p hissiyatingni buni ichiga yig'irib ko'rgaz. Bugun nisbatan aytganda xeyli yaxshi o'rilding deb qarayman. Rahmat, ustozlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Qiynoq bo'lsa biz endi oldingi 3 nafar haftalik chempionimizni sektimizga taklif qilamiz. Marhamat. Birinchi bosqichimizda zoda qaysi 3 mahirimiz keyingi bosqichga o'ngishli qadam basa oladi? Qaysi mahirimiz bizning sektimizdan ayriladi? Undaq bo'lsa oldi bilan biz birinchi nomerlik mahirimizga bilet tashlaymiz. Sakkiz bilet. Endi ikkinchi nomerlik mahirimizga bilet tashlaymiz. On 4 bilet. Endi 3-cü nomerlik mahirimizga bilet tashlaymiz. Hatta bu aylık musobaqamızın birinci bosqichida kim? Yani qaysi 3 mahir keyingi bosqichga o'ngishli qadam basa oladi? 首先，让我们恭喜1号选手米尔阿迪利。好的，接下来让我们恭喜2号选手尼戈尔阿伊。穆巴里克苏。好的，那么还有一位选手将进入到我们第2环节的比赛。他就是3-cü nomerlik mahirimiz Abdusalam. Mubarak olsun, canlarga mubarak olsun. Qiynoqda endi keyingi o'tkalga tayyorlik qilishtiramizlar. Qani, marhamat. Undaq bo'lsa, hozirgi kayfiyatingiz qandaqroq? Hozir sal afsuslandim, lekin shunada hech qisi yo'q. Keyin yana bir mushta fursatlar bo'lib qolsa, cho'qim qatnashib natijaga erisha olayman. Undaq bo'lsa, biz o'xshashla yana Ömercanni chalqlarimiz bilan uzib qo'yaylik. Bo'lamdi? Qiynoqda Ömercan, qani, marhamat. Güçler navası programımızı katlaşkan her bir mahirimizga azraqqınam programını köngül o bolsumu Xandan Sodiçeklik şirketi işlep bazarga sağan Xandan markasidagi nafs cheni qaç buyumlar. Onun başqa Şinjan Madar Biopentexnik şirketi təminləyən mana bu yürüşlük soğatlıqnı sizə soğuk qılmaz. Rahmet. Mana mübarek bolsun. Onun başqa Şinjan Mingnas qırım buyumları Sodiçek şirketi təminləyən yürüşlük qırım buyumları. Mana başqa soğuk qılar. Rahmet. Film ko'rganda ko'znakdan ko'ring, Ko'nim markada yangi mazmunlar uzilmas. Programmamızın xas namini Şinjan Ko'znak Uchur Pentexnik Çeklik şirketi öz üstiga olgan. Programmamizni Şinjan Bilgiyar Elektron Pentexnik Çeklik şirketi izlash kino abditali alayda talab qilgan. Programmamizni Şinjan Altınbağ Xalqaro savdo çeklik şirketi Parlaq Ali mehmonxonasi alayda qo'llagan. Programmamizni Yakan Nahiya Ahmervayit yezigilik taraqqiyot çeklik şirketi qo'llagan. Programmamiz bilan Şinjan O'sugul savdo çeklik şirketi Hayda Meridian muzikalik aramgohi Şinjan Aymay guruhi alayda hamkorlashgan. Xo'sh, undaqda endi biz ikkinchi Yüreğimnin kıyıda gül sakladım yarın sana. Gül degenge gül bulam bu gülden çıraylık sen bana. Gülden çıraylık sen bana. Yağlığımın kıyıtı
qıytıda sağladım yarım sana ayasına kandigenge kem ulan bu kandimi tatlırsam kandimi tatlırsam bana Candım artık sev bana Yüreğimnin kıytıda Kıl sakladım yarım sana Bizning oylik musobaqamizning ikkinchi bosqichi oxirlashdi. Undaqda natijani e'lon qilishdan burun biz yana ustozlarning taklif fikrlarini anglaymiz. 第一首我和我的祖国呢，要把它把声音竖起来，要给力度，唱出力度。这歌我和我的祖国，生活才好，我们的声音才棒，才壮起来。第二点呢，刚才那个天山青松更连更，这个我们小的时候就听我们的热比亚老师唱。天山上的青松更连更，我们要这样的，这才能一下天山儿女这种热恋、这种爱恋祖国这种感觉啊，整体还不错。那最后这个歌呢，我们刚才说阿卜杜萨拉姆，你个别的小节最后在结束的时候呢，气可能吸的浅了，感觉前后声音呢就没有那个力度了，一下弱了就对这个歌曲的前世、歌曲后面的展示呢，可能就欠缺了一点。好，我就说这点啊，谢谢。nafar mahirimizdan zada qaysi 2 nafar mahirimiz keyingi o'tkalga o'tamaydi. Oldi bilan 1-numurliq mahirimizga bilet boshlaymiz. 8 bilet。好的，接下来为2号选手投票。13 bilet。好的，那么接下来让我们为非常紧张的3号选手投票。12 bilet。 Baholag'uvchi ustozlar, korxonachilar vakillari, shundaqla taratqular vakillarining bilet tashlashi orqali eng oxirida zodi kim tutib chiqqandi? Qiynaldoqda birlikda kutaylik. Tunji bo'lib keyingi o'tkalga o'tgan mahirimiz 3号选手阿卜杜萨拉姆，恭喜！ numurliq mahirimiz Abdusalam muborak bo'lsin。 接下来进入第3环节的选手是2号选手尼格尔阿伊。 muborak bo'lsin。 Qiynaldoqda oldi bilan 2 numurliq mahirimiz va 3 numurliq mahirimiz keyingi o'tkalga tayyorlikqa ashtirsanlar bo'ldi. Qani, marhamat. Sizning ekran oldidagi do'stlarga, shundaqla naq maydondagi do'stlarga va oilangizdagilarga aytadigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Anglab boqaylik. Qani. Mayli, hech qisi yo'q. Men bundan maysilib ketmayman. Bundan keyin fursatlar bo'lsa, cho'qim sahnalarga chiqib o'zimning
alayligini namoyon qilib turman. Yana birga deydiganim, naq maydon korxonachilar bo'lsin yoki tavshi ustozlar bo'lsin, oldingi bosqich musobaqalarda yo bo'lmasa haftalik musobaqalarda menga shunday madadlarni berib, biletlarni tashlab qo'llaganligiga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Jabazakdallah. Rahmat Murodiljonga. Alqishlarimiz bilan Murodiljon uzatib qo'ygan bo'lsak, marhamat. Şinjan Xandan Sojek şirketi təminləyən Çinaqaçı yürüşdiki qəbul qılın. Yani ba. O yeni ba mı? Muradcan yeni birisi Madar Biopentexnik Çeklik şirketi işlep bazarga sağan. Mana bu kuvvet içimliki. Sağlam bulun, salamet bulun. Programımızdan xasnamını Şinjan Köznek Uçur Pentexnik Çeklik şirketi öz üstüge alğan. Programımızı Şinjan Bilgiyar Elektron Pentexnik Çeklik şirketi İzdeş Kino Abditali alayda talep qılğan. Programımızı Şinjan Altınbağ Xalqara Savdo Çeklik şirketi Parlaq Ali Mehmanxanası alayda qo'llagan. Programımızı Yakan Nahiye Ahmerbayit Yezigilik Taraqqiyot Çeklik şirketi qo'llagan. Programımız bilan Şinjan O'sugul Savdo Çeklik şirketi Haydon seher gül şihdaya sayra şirin canim bulbulum sen yürek ilham siye kadir danim bulbulum tam sabah seher nefer çimen uylap kaykanmışım çimen uylap kaykanmışım vaktin maysa ayrışır derdim gider manim bulbulum vaktim maysa ayrışır derdim gider manim bulbulum derdim gider manim bulbulum biz bilet tashlash bosqichiga qadam qo'yamiz. Oldi bilan biz korxonchilardan boshlaymiz. Oldi bilan 2-numorliq mohirimiz Nigarayga bilet tashlaymiz. Bilet. Hem de 3-numorliq mahirimizga bilet tashlaymiz. Bahalığıcı ustozlar, korxonachilar vakillari, shundaqla taratqular vakil Shugi. Film ko'rganda ko'znakdan ko'ring, koni markada yangi mazmunlar üzülmez. Programımızdan xasnamını Şinjan Köznek Uçur Pentexnik Çeklik şirketi öz üstüge alğan. Programımızı Şinjan Bilgiyar Elektron Pentexnik Çeklik şirketi İzdeş Kino Abditali alayda talep qılğan. Programımızı Şinjan Altınbağ Xalqara Savdo Çeklik şirketi Parlaq Ali Mehmanxanası alayda qo'llagan. Programımızı Yakan Nahiye Ahmerbayit Yezigilik Taraqqiyot Çeklik şirketi qo'llagan. Programımız bilan Şinjan O'sugul Savdo Çeklik şirketi Haydon Meridian Muzikalik Aramgohi Şinjan Aymay guruhi alayda hamkorlashgan. Bu sonimizdagi oylik chempion zodi kimdi? 3号选手阿布都萨拉木。 3-numorliq mahirimiz Abdusalam. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Kanalda ustozlarning mukofot bilan taqib berishni qilamiz. Marhamat.
Ekranlardaki qadrli ko'rmanlar, Şinjan Radio Televiziya stansiyasi, shundaqla Şinjan Vasibat madaniyat tarqitish shirkati hamkorlashib o'zaro sungan Kuychilar Navosi programmasining bu soni mana bu yerda oxirlashdi. Albatta, yana bir qitim oylik chempionimiz Abdusalom muborak bo'lsin. Albatta, keyingi san programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Aylık çempiyonumuz Abdusalom Can'a bolsa Xandan